Keling. Menga pul ver. Menga pul ver. Qo'ndim ochdi. Nolaman. Pul ver. Pul ver. Nolaman. Hop. Ish qilib ichmaysanmi? Yo'q. Nolaman. Mana. Nolaman. Senga sog'aman. Menga sog'aman. Yo'q, kerak emas. O'zing taqover. Bu ochki insonlarni aql yuzini ko'rsatadi. Aldamayapman. Rahmat. Nima bo'laman? Ajoyib inson ekan. Abdulaziz, Sen ham ertamanda kelganingni qara. O'zi sen bu ikki kishi kelganingdan beri o'g'irlik qila olmayapti. Tezroq joyni bo'shatding-u, maza qilib armatura, sementlar sotib, mashada o'zim qo'lga olsam. Xo'jayin, boringizga shukur. O'sha o'tirgan kursi sizga shunaqa yarashadi. Siz aytgandek, armatura, sementlar keldi. Hammasini joy-joyiga qilib qo'yib qo'ydim. Bolalar ham zo'r ishlayapti. Xo'jayin, boringizga shukur. onangni dorilariga so'ragan puling mana. Onamizga yaxshi qaragin. Voy rahmat. Sizdan boshqa suyanadigan insonim yo'q. Boringizga shukur. Sizni juda ham qattiq sevaman. Rahmat. Xarid. Yaxshi ham onam soppa-sog'. Uyingda guldek xotining turib, meni yolg'onlarimga ishonib yuribsan-a? Seni nimani sevaman? Yaxshi ham mana shu pullaring bor. Mayli. Onangni yaxshi davolatib ol. Ona, hali ham uxlamasdan kutib o'tiribsizmi? Ha, bolam. Sovuq choy ichmagin deb issiq choy damlab o'tirgandim-da, bolajonim. Ha, onam. Voyjon bolam, ishlab charchab qolmayapsanmi? Ishing ham juda murakkabda seni. Ichim og'rib ketadi ba'zida bolam senga qarab. Ba'zida senga qarab rahmim ham kelib ketadi senga qarab. Shu ko'z oynayni qancha taqib yetsam ham, insonlarning qalbi boylik, mansabga qarab o'zgarar ekan. Lekin ushbu ko'z oynayni 100 marotaba taqib yetsam ham, faqatgina onalarning qalbi o'zgarmas ekan. Rahmat sizga onajonim, boringizga shukur.